Bizni tahlil natijalarimizga ko'ra sizda AIDS virusi aniqlandi. Bundan buyog'iga bizni dispanser nazorati ostida bo'lasiz. Siz Nagap.net taqdim etadi. hazırlaştınız mı? Doktor hazırlaştınız mı? Ey doktor! Damiga tortganda alam girdobi sahro kezib hatto sarab ko'rmadim. Bir azob bor ekan vijdon azobi, men undan qattiqroq azob ko'rmadim. Damiga tortganda alam girdobi sahro kezib hatto sarab ko'rmadim. Bir azob bor ekan vijdon azobi, men undan ortiqroq azob ko'rmadim. Fakat o'zim uchun yugurdim yeldim, kimnidir qaqshatib bashimni surdim. Aybimni shaytonga ag'darib doim, yaxshilik qilganga yomonlik qildim. Tavqilanatmi bu qarg'ishmikan ya? Olov ichra manu nega yonmayman? Dunyo azobiga chidayman ammo vijdon azobiga chiday olmayman. Tavqilanatmi bu qarg'ishmikan ya? Olov ichra manu nega yonmayman? Dunyo azobiga chidayman ammo vijdon azobiga chiday olmayman. Na tirikman va na o'likman hayhot, xotirjam o'lmoq ham buyurmas nahot. Beayov intiqom olmoqda mendan, men yengil qaragan qasoskor hayot. Na tirikman va na o'likman hayhot, xotirjam o'lmoq ham buyurmas nahot. Beayov intiqom olmoqda mendan, men yengil qaragan qasoskor hayot. Tavqilanatmi bu qarg'ishmikan ya? Olov ichra manu nega yonmayman? Dunyo azobiga chidayman ammo vijdon azobiga chiday olmayman. Tavqilanatmi bu qarg'ishmikan ya? Olov ichra manu nega yonmayman?
virusi aniqlandi. Chidayman ammo vijdon azobiga chiday olmayman. Bu kimsa 100 dan oshiq begunoh insonlarga ataylab AIDS virusini yuqtirib, qilgan barcha gunohlari uchun vijdon azobida qoldi.